Eshiting. Keskin bermamas. Shoshmang. Bugun bolangizni qo'liga agar bolada endi o'ynasinda deb smartfonni bemalol tutayotgan bo'lsangiz, siz bolangizni ruhan va ma'nan o'lishiga sabab bo'lyapsiz. Men bu borada o'ta keskin gapiraman. Nimaga? Chunki menga har kuni yuzlab SMS yozadigan odamlarning aksariyati bolamga qanday ilm o'rgatsam bo'ladi, boshini telefondan ko'tarmayapti. Bolamga qanday izn berma qo'liga telefonni. Yo'q, eshiting. Keskin bermamas. Shoshmang. Yo'q, Hurmat qilaylik bir-birimizni Akmal aka. Berma, ma'lum muddat kitob o'qisin. Beradigan payting boshida turib ber. Nazoratsiz qoldirma. Bugun atrof muhit, bugun dunyo shunchalik darajada jirkanch bo'lib ketgan, bolangizni 2 minutayoq o'zgartirib, tarbiyasini buzib qo'yadigan jamoalar deysizmi, vaynerlar deysizmi, odamlar deysizmi, tiqiliga otibdi. Orzuying nima deb men qo'shimni bolalardan so'rasam